Endi yog'li masajini ham albatta qon aylantirish uchun qilib olishingiz kerak bo'ladi. Bundan keyin faqat ko'krak sohalariga tegmaymiz, juda ham ehtiyot bo'lamiz. Bu yuzda topiladigan vazelin deysizmi, zaytun yog'imi, qanaqangidir yog'lardan ishlatamiz. Yog'larni oldin qo'limizga surkaymiz. Qo'limizda hech qanaqangi taqinchoq bo'lmasligi kerak. Bolaga metal taqinchoqlar zarar yetkazib qo'yadi. Qo'limizni yog'laymiz, qorin sohasiga ishqaymiz. Birinchi marta surkab olamiz. Qorin sohasiga surkab olib turib, qo'limizni sohot sirelkasi bo'ylab aylantirib mana pastga tushamiz. Tepaga chiqaramiz, yonga olamiz, pastga tushiramiz. Yo'g'on ichak bo'ylab. Tepaga, yonga, pastga 5 marta, 10 marta bu ham. Kindiklarning tepasini ishlab qo'yamiz, kindiklarning mana yonini ishlab qo'yamiz. Qabziyati bor bolalaringiz bo'lsa, вообще zo'r bo'ladi. Qarang. Qizdiramiz qo'limizni, yopamiz, qizdiramiz qo'limizni, yopamiz, qizdiramiz qo'limizni, yopamiz. Endi juda siz professional ishlashingiz shart emas uy sharoitida. Ozgina qo'limizni yog'laganimizdan keyin xuddi biz mana bu undan oldingi qilgan quruq masajimizni endi yog'li masaj qilamiz. Mana chap tomonga qaraydi boshi, o'ng tomonda ishlayotganingizda, o'ng tomonga qaraydi boshi, chap tomonda ishlayotganingizda qo'limiz qandoq bo'ladi? Mana qo'rg'alan tagi bilan kelamiz. Buni ham ishlayotgan paytimizda qo'rg'alan tagi bilan kelamiz. Mana ko'krak sohaga tegmaymiz. Mana yengil urib qo'yamiz. Professionalni qiling deganim yo'q. Bu faqat uyda yordamchi.